Mana bu qo'lyozma Alisher Navoiyning Navodirun nihoya devonining nusxasi deb fanga tanitilgan. O'tgan asrning 60-70-yillarida shu navoiyshunoslik ilmiga tanishtirilgan nusxalardan hisoblanadi. Bu qo'lyozma davrining eng mashhur kotibi Sultonali Mashhadiy tarafidan ko'chirilgan. Alisher Navoiyning 1492-1493 milodiy yillarga to'g'ri keladigan va Sultonali Mashhadiy tarafidan ko'chirilgan G'azaliyot devonining faksimile nashri hisoblanadi. Aynan o'zini qo'lda ushlagandek bo'lmasak ham, uning to'liq xususiyatlarini o'zida aks ettiruvchi zamonaviy bir kitobga ega bo'ldik. Ya'ni ko'ryapsizmi, bizga ajdodlardan qolgan merosni endi bugungi zamon o'quvchilariga va kelajak zamon o'quvchilariga yetkazishni bir yo'lidan bordik va ushbu qo'lyozmani mana shunday holda nashr ettirdik. Men Oysara Madaliyeva bo'laman. Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutida katta ilmiy xodim bo'lib faoliyat yuritib kelmoqdaman. Alisher Navoiy ham, Zahiriddin Muhammad Bobur ham bizning nom qozongan ajdodlarimizdan hisoblanadi. Har ikkalovlari ham kichik yoshlaridan kitobga mehr qo'ydilar va ko'p she'r yodlagan, o'zini shu intellektual hayotni bir bo'lagi deb yoshligidan his etgan shaxslar hisoblanadi. Va ayni paytda bu kishilar o'sha atrofdagilarni ham, xususan masalan Alisher Navoiyni juda yaxshi bilasiz, Orazin yopqoch ko'zimdan sochilur har lahza yosh deb boshlanadigan g'azalini zamonasining Malikul Kalomi Mavlono Lutfiyga o'qib berganida, agar imkoni bo'lganida edi o'zimning 10-12 ming bayt yozgan barcha o'sha she'rlarimni mana shu birgina baytga almashgan bo'lardim mazmunida so'zlari bor, uni bizga Xondamir yozib qoldirgan, ya'ni Navoiy hayotidan esdaliklar sifatida. Endi Zahiriddin Muhammad Bobur juda yaxshi bilamiz, 12 yoshida otasidan yetim qoladi va Farg'ona hokimi bo'ladi. Ya'ni 12 yoshda u mamlakatni boshqarish, siyosiy hayotga qo'shilishga majbur bo'lib qoladi. Tabiiyki bu oson kechmagan. Buning uchun Bobur oddiy bir bola o'qishi kerak bo'lgan kitoblardan ancha ko'p kitoblarni o'qishi, ko'proq mulohaza yuritishi lozim edi. Shuning uchun ham mana shu vazifani, mana shu majburiyatni bajarish uchun ham o'zini jonini fido qildi. Ham Alisher Navoiyning, ham Zahiriddin Muhammad Boburning tavallud ayyomlari yaqinlashib kelyapti. Albatta biz bu ajdodlarimizga munosib bo'lish uchun ham ularning ijodini o'rganishimiz kerak bo'ladi.